Mehmonnavoz saxovatda sensan beqiyos, ey mustaqil O'zbekiston, sen iftixorim. Endi tabriklash uchun so'zni shirkatimiz raisi Hojottaga beramiz. Marhamat. Viktor qizimiz sal e'tiroz menga so'z berib chunki hali bayga bizda a'zolarning 3dan 1 ham kelgan yo'q. Sal bir bazmi Jamshid qizi olsin, bizni gaplarni bayga kelgan aziz mehmonlarimiz, ayoxonlarimiz eshitib olsin. Shuning uchun boshqa odamlarga so'z berib turinglar, keyin biz gapiramiz. Sal badan qizi olsin, hozir qizigan yo'q. Boshdan kelgan sizlarimiz marhamat davraga. Ana sizlar davraga. Sochimda qor, yuragimda mutluluk, soylarda shu oholarda erkagim. Sochimda qor, yuragimda mutluluk, soylarda shu oholarda erkagim. Kunday qara soching menga bo'lsin, gilam yolg'iz menga atalgansan dilbarim. Tunday qara soching menga bo'lsin, gilam yolg'iz menga atalgansan dilbarim. Qaysarginam, 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 qaysarginam. Muhabbetin yüreğinde sinirayım. Muhabbetin yüreğinde sinirayım. Uzun bulup beneyne her küfürayım. Yolg'iz menga atalgansan dilbarim. Qaysarginam, 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 qaysarginam. Qaysarginam, 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 qaysarginam. Azizlar, bu yerda mana biz yana bir yangilik ishladikki, nafaqat bugun o'sha mustaqillik bayramimiz qolaversa, ayrim insonlarimizni 60 yoshlik ulug' bir bayram. Sizni qutlug' 60 yoshingiz bilan barcha qarindosh jiyanlaringiz nomidan qizg'in tabriklayman. Yana bu yubileylarda ko'proq 70, 80, 100 yilliklarini nishonlab yurishingizni tilaymiz.
tinchlik, milliy bayramimiz, mustaqillik, istiqlol bayramingiz hammangizga muborak bo'lsin. Mana shunday osmonimizda quyoshimiz doimo porlab tursin. Xalqimizga doimo tinchlik, omonlik bo'lsin. Topganlarimiz mana shunaqangi ajoyib kunlarga, xalqimizni buyuk kunlariga sababchi bo'lsin. Dasturxonlarimiz to'kin bo'lsin, farzandlarimiz baxtli, saodatli bo'lsin. Yurtingizga ham doimo tinchlik, omonlik tilayman. Qilayotgan ishlaringizga juda katta muvaffaqiyatlar tilayman. Mana bugun qo'shaloq bayram. Shu Bo'ston jamoasida mehnat qilib, o'zini butun umrini shu yerni xalqini baxt saodati uchun, farovonligi uchun bag'ishlagan kishilarimizni bugun mana juda katta faxr iftixor bilan faxriylikka uzatyapmiz. Mana shunday ajoyib kishilardan biri Xoldor aka, shundaymi? Ha, Xoldor aka Jo'rayev. Men kelib Xoldor akani hayot yo'li bilan tanishib chiqdim. Mana 60 yoshga kiribdilar. Mana shu umri jarayonida uzoq yillar haydovchilik qilibdi. Bu bitta katta 40 yildan ortiq xalqimizni og'irini yengil qilib, har kuni xalqimiz uchun kerakli bo'ldi bu kishi. Xoldor aka, bayramingiz muborak bo'lsin. Qutlug' yoshingiz bilan rayon hokimining nomidan, o'zimning nomimdan mana bu yerda shirkatlar uyushmasining rahbarlari turibdi. Mana shirkatingizda rais turibdi, rais muavini turibdi. Juda ko'p o'rtoqlarning nomidan men chin yuragimdan tabriklayman. Xalqimizda bitta gap bor. Vaqt o'taveradi, lekin insonni qilgan ezgu ishlari abadiy qoladi degan. Xoldor aka, sizni mana shu 40 yildan ortiq qilgan ishlaringiz, ezgu ishlaringiz abadiy qoladi. Sizni mana men tanishib hozir bildim, 9 nafar farzandingiz bor ekan. Ular hammasi xalqimizni xizmatiga doimo qabrbatda o'zingiz o'xshagan ajoyib o'g'il qizlar qilib tarbiyalarsiz. Biz mana shu sizni qilgan ishlaringiz, ezgu ishlaringiz oldida boshimizni egib ta'zim qilib, mana shu qutlug' yoshingiz bilan yana bir bora tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana faxr bilan ko'kragingizni kerib, hamyurtlaringiz oldida, shogirdlaringiz oldida ko'krak kerib, faxr bilan bugun ayta olishingiz mumkin. Men halol yashadim, xalqimga halol mehnat qildim deb. Mana muborak hadis shariflarda ham aytgan. Inson o'zini yarlaqagan bandasini hammaga kerakli qilib yaratadi deb. Sizni kerakli qilib yaratganiga ham behad shukrlar bo'lsin. Siz shunga faxrlaning. Biz ham siz bilan faxrlanamiz. Yurtimizda mana shunday ajoyib kishilar. Yana bitta narsani aytish kerak, Yoqubjon. Mana shu haydovchi bo'lib ishlab pensiyaga chiqish juda qiyin ish. Bu juda nozik ish. Doktorning ishidan ham, boshqa kasbning ishidan ham juda nozik. Har kuni bu qild ustida, dord ustida yurgan odamlar. Shuning uchun siz juda katta faxrli insonsiz. Juda katta e'zozga musharraf bo'lgan insonsiz. Endi men sizga umringiz uzoq bo'lsin deyman, taningiz sihat bo'lsin. Mana o'zingiz dunyoga kelgan zurriyotlaringiz shu shirkatlar uyushmasining hamma joylarida mehnat qilyapti ekan. Bu yerda mana sizni shogirdlaringiz, qavmi qarindoshlaringiz, yori birodarlaringiz sizni hurmatingizdan kelib turibdi. Shu farzandlaringizni orzu-havasini ko'ring. Endi haj safarlariga boring. Ko'nglingizda qanaqa ezgu niyatlaringiz bo'lsa amalga oshsin. Yurtimizda to'g'risi doim sizniki bo'lsin. Endi eng yaxshi tajribalaringizni mana shu yoshlarimizga o'rgatib, yoshlarimizni insofli, diyonatli, halol qilib, o'z kasbiga sizni singari mehrli, muhabbatli qilib, sadoqatli qilib tarbiyalashda doimo belingizga qamishdan bel bog'lab. Sizni hech kim hozir 60 yosh demaydi. Mana qilgan mehnatingiz tufayli juda yosh ko'rinyapsiz. Elimiz ichida doimo e'zozli bo'lib yurishingizni men tilab qolaman. Salomat bo'ling. Hammaga ham men havas qildim sizni. Hammaga ham sizni singari mana shu 60 yoshga kirib hurmat, e'tibor bilan xalqimizni mana shunaqangi e'zozi bilan nafaqaga uzatilishini men hammaga tilab qolaman. Yana bir bora bayramlaringiz qutlug' bo'lsin. Sizga tanishchilik tilayman. Mana hozir bu yerda tuman hokimligi bitta ish boshlagan. Hozir bu yerda siz bilan birga ishlagan hamma rahbarlaringiz bor. Siz bilan nafaqaga uzatilayotgan sizni o'rtoqlaringiz desak bo'laveradi. Mana o'rtoqlaringizni rasmlari juda chiroyli qilib, venetsiya qilib oldirilgan. Mana shuni uyingizni to'riga qo'yib qo'yasiz.
arzimas sovg'amiz bor, shuni qabul qilasiz. Doimo mana shu sog' salomat bo'lib, shunaqa xursandchiliklarga bosh qosh bo'lib yuring. Katta rahmat. Qasa shafanlar qalsa, 60 yoshga kirish oson emas. Hamma shuni yashab ketibdi. Ayasiga. Ayamizga. Mana shu sovg'alar iloyim sizga buyursin Xoldor akammiz. Farid opa, niyatingizga ming rahmat opajon. Mana shu xalqimizga mana shu chiroyli niyatlarni qo'yavering. Qani qori qarindoshlar, tabriklab qo'yinglar otaxonimizni. Panjalari sog' bo'lsin iloyim bilardi. Alloh fayzlarini bersin, barakalarini bersin. 9 ta farzand katta qilish oson emas azizlar. 12 ta. Farzand 12 tami? Panjalari sog' bo'lsin. 12 ta farzand ekan otamizda. Belingizga Alloh quvvat bersin. Salomat bo'ling. Ular hammamiz ham siz yoshingizda kiraylik otaxon. Majlisga hurmatga sazovor bo'laylik. El xalqimizga xizmat qilaylik. Bayram kunlarida dunyoga kelgan ekansiz. Iloyim hayotingiz bayramona o'tsin otaxon. Salomat bo'ling. Nevara to'ylarini, chevara to'ylarini qiling. Xudo xolasa o'yingizni to'rlarda xizmatda bo'laylik aka. Farid opa, niyatingizga katta rahmat. Farid opamiz bir narsani aytyaptilarki, mana shu otaxonimizni poyandozda yurg'izish kerak deyaptilar. Opajon, poyandozda to'yda yurg'izamiz xudo xolasa. Nevara chevara to'ylarda poyandoz yurg'izamiz. Endi mana shu ota bilan birga Farid opa o'rtasida o'ynab berasiz. Chiroyli qilib, bo'lak-bo'lak qilib. Xoldor aka. Xoldor ota. Mana shu Faridaxon opamiz bilan birga davrada. Bitta mazza qilib o'ynang. Iloyim butunlarga hammamiz ham yetaylik, mana shunaqa hurmatli hammamiz ham sazovor bo'laylik azizlar. Marhamat, davraga biz mana shu Rayhan sütmügüne kirende, ben ağaçlı kunduzgüne kirende, saçı rayhan sütmügüne kirende, yüzü çölükta yüldüzgüne kirende, yüzü çölükta yüldüzgüne kirende, maizgüne kirende, maizgüne kirende. Seyhatten beni cananım, kalmasıydı yüreğimde armanım. Yoklar ki seyhatten beni cananım, kalmasıydı yüreğimde armanım. Yaralı gümrevşen mahit. Shuni o'tgan davrlarni bir xayoldan kechirib o'tirib har sabah bir kez yurakni o'ynatmang bicham oyamni 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 Gerbing ham ko'ngil ovlaydi mustaqillik yillarida. Endi badiiy qism bo'yicha qaysi brigada tayyor bo'lsa, marhamat chiqib namoyish etishlari mumkin. Kam qilib beryaptilar bu akamiz. Nafaqat mana shu dasturxonlarni ko'rkisini baholab beryaptilar bu akamiz. Qolaversa har bir brigadani chiqishini, badiiy chiqishini ham uyushtirgan ekanlar.
o'ziga yarasha mavqeylari bor albatta. Agar mana tayyor bo'lgan bo'lsanglar, mana shu brigadalardan a'zolari badiiy mana ajoyib yoshlarga yetib, ulug' bayramlarni mazza qilib turgan davrlarda farzandlari nomlaridan yetgan insonlardan birinchi brigada nomidan, qolaversa farzandlar nomidan mana shu singil mikrofonni taqdim etamiz. Qo'ldar akamizni qizlari, marhamat qiling. Ortimiz muborak yoshini nishonlayotganiga foydalanib, dadamiz kelsa yuzga kirib, yuzlashib, mana shunday quvnoq bayramlar, to'ylar qilib berishini tilakdoshiman. Hozir nabiralarni tabriklaman. Otajonim, mehribonim, mengil bo'lasan siz baqboq, ko'zim ochib sizni ko'rdim, siz sayni Juda katta rahmat. Ilohim mana shu singlimiz ham Alloh taolo tezda ulg'aysinlar-yu, el xalqimizning hislarini qo'shsinlar. Endi Xoldor akamizni farzandlari 12 ta ekan. Mana shu Saidtor akamiz aytdilar, 12 ta farzandlari bor ekan bu vatanimizda. Shuni tushunamiz. Marhamat. Bugun xizmatlardan Namanganning Shalosh hozirdan Bahodirjon Abdurasulov. Marhamat. Azamların canlılar kurfere, nazıklarından asablenlere, aslilik zikirlerin dağlara, yarın zikirlerin dağlara, sen karab dur gülersen, zikirlerin dağlara. Farzandlarga katta rahmat. Ilohim Xoldor akamiz to'ylarini qilsinlar. Ilohim tanjalari sog' bo'lsin shu insonlarni. Saidtor aka, mana shu Bo'ston jamoat xo'jaligini el xalqi hurmat qilsangiz, Alloh sizni hurmat qiladi aka. Xudo xolasa shunchalik mana ajoyib bayram kunlari siz bu xalqqa bayram qilib beryapsiz. Ilohim tanjaningiz sog' bo'lsin. Allohdan nima so'ragan bo'lsangiz bersinlar ilohim. Bu Saidtor akamizni biz san'atkorlar yaxshi ko'rib qolgan tomonlari bor. Yuzlari issiq, istaralari bor. Ajoyib bir inson akalar. Biz birinchi marta bu akamizni ko'rganda bir badan yayradi, bir o'zimiz maza qildik aka. Endi hozir men hurmat, ehtirom ila mana shu jamoa sardori, sorboni, hakami mana shu hoji akamizga so'zni beramiz. Hoji akamiz ichlardagi hamma gaplarni el xalqqa, mana shu fuqarolarga niyat qilib tilab qo'ysiz aka. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlarimiz. Mana bugun
ota bobolarimiz necha yillar mana shu kunlarni ko'rmoq uchun niyat qilib, niyatlarga yetmay o'tib ketganlarimiz bor. Ularga avvalo Alloh rahmat qilsin. Mana biz Xudoning qudrati bilan mustaqil O'zbekistonimizni mustaqillik kunlarini 8 yoshini qutlab o'tirgan ekanmiz. Mana shu yerda hamma kelgan yurtdoshlarimizni mana bu ulug' kun mustaqillikni 8 yoshi bilan chin dildan muborakbod etamiz. Oila a'zolarida, ishlarida tinchlik, xotirjamlik hamisha hamroh bo'lsin. Kimki nima niyatda kelgan bo'lsa, mana bu niyatlarga yetishni Allohdan tilaymiz, muhtaram jamoat. Hurmatli o'rtoqlar, mana bugun qizlar quloq solib turinglar. Umid bilan gapiryapman, menga chiqib quloq solib turinglar. Mana bugun shu yerda puli qadoq, issiqni issiq demay, sovuqni sovuq demasdan, kechani kecha demasdan pilla tutgan pillakor o'rtoqlarimiz o'tiribdi. G'allachilik sohasida shug'ullangan birodarlarimiz o'tiribdi. 99-yili mana pillani 125% ga bajargan pillakor ayollarimiz o'tiribdilar. Mana bularni hissalari Bo'ston shirkatiga juda katta. Kechani kecha demasdan, kechalar uyqulardan bezor bo'lib, qurtlarni kichkinaligidan tarbiyalab, pillalarni bajarib, o'z xizmatiga hissalar qo'shgan mirishkor pillakorlarimizga kattadan katta zafarlar, rahmatlar ham aytamiz. G'allakor o'rtoqlarimiz Bo'ston shirkatini ham g'allasini 100% bajardik. Mana bunda ularga ham Alloh taolo uylariga xotirjamlik bersin. Bu yildan keyin duomiz bundan ham ko'proq bo'lsin-da, xalqqa ham beraylik. Hurmatli o'rtoqlar, hammamiz uchun eng asosiy bo'lgan paxtamiz bor. Mana paxtamizga shu bugundan e'tiboran ertadan xato bo'lib ketsa terimga tushib ketamiz. Shunga bir og'iz quloq solib turasizlarda shu gapimdan anda o'zlari xulosa chiqarib olasizlar. Uyushmamizning raisi Ahmadjon aka Hojiyev hammomni oldidagi yig'ilishimizda, majliskamizda bu yil bo'stonliklar asharchisiz teradi degan va'dani bergansizlar. Shunga biz hozir talabnoma yozib qo'yganmiz. Shunga mana hozir hamma paxtakorlar yig'ilib o'tiribdi. Bo'ston qishlog'iga asharchi olaylikmi, hasharchi olmaylikmi? O'zlari eplashadish kerak bular. Asharchisiz. Yana aytyapman. Bo'ston shirkatiga paxta yig'im terimiga hasharchi olaylikmi, olmaylikmi? Chunki uyushmamizning raisi paxtani bir misqoli qolguncha ish haqisini tergan paxtasini pulini beramiz degan. Shuning uchun hasharchi olganda bo'lsa, bizni pulimizni olib ketib qoladi. Shunga pulimiz cho'ntakda qolish uchun Bo'zapaya tomga chiqquncha va'da berasizlar ama. Hasharchi olmayman deb talabnomani yozib beraveraymi? Rahmat. Hammalaringni oilaviy ishlaringda uylaringdagi o'qishda qizlaringizdan xizmat bergan o'g'llaringizni sog'lom xizmat qilishda tinchlik xotirjamlikda hamisha Xudo yor bo'lsin sizlarga. Deganman so'raymiz hamisha. Xudo xolasa 15-oktyabrdagi bilan to'yni mana shunday o'tkazib, bundan katta
bir ziyofatni berib, halol guruhi xizmatda bo'lsa xudo xohlasa. Rahmat. Sertorak ilohim ko'z tegmasin, bahozi sirini ko'rib havas qilib turmak. Ajoyib rahbariylar bor ekan azizlar. Alloh sizlarga shu rahbari bergan ekan. Har bir inson o'sha rahbariga monand degan joyi bor. Ajoyib bizning prezidentimiz bor, u ham bizga monand prezidentimiz bor. Sizlarga ajoyib Alloh taolo bergan mana rahbariylar, Saidtor akamiz bor ekanlar. Ilohim panjolar sog' bo'lsin. Boyaga gap hasharchilar masalasida Allah mana shu Saidtor akamiz iltimosiga ko'ra agronom akamiz bor ekanlar, Ubaydulloh degan akamiz. Mana shu insonni mikrofon oldiga taklif qiling degan iltimos bo'ldi. Marhamat, ana shu Bo'ston shirkatlar uyushmasidagi agronom akamiz Ubaydulloh aka. Marhamat keling aka. Assalomu alaykum hamyurtlar. Mana bugun mustaqilligimizni 8 yildagi munosabati bilan yig'ilib bayram qilyapmiz ekan. Qolaversa mana Xoldir akamni 60 yillik yubileyda turibmiz. Shu munosabat bilan men shu fursatdan foydalanib hammalaringga baxt saodat tilayman. Kelajakda hammalaring ishlaringga rivoj bersin. Sağ salomat bo'linglar. Bugun bayramimizda hammalar dam olishlar tarafidan. Yaxshi dam olinglar. Saidtor aka marhamat avraga, Ubaydulloh aka marhamat avraga. Masal bilan Ibrohim chaqalaga. Ibrohimning chaqalaga aylanamiyo. Sizlarning ko'nglimga bo'ylanamiyo. Ibrohimning chaqalaga aylanamiyo. Sizlarning ko'nglimga bo'ylanamiyo. Bo'ylansa zo'r, bo'ylanmasa zo'rim yo'q. Ana ko'zim yor girenga shaylanamiyo. Bo'ylansa zo'r, bo'ylanmasa zo'rim yo'q. Ana ko'zim yor girenga shaylanamiyo. Ibrohimning chaqalaga aylanamiyo. Sizlarning ko'nglimga bo'ylanamiyo. Ibrohimning chaqalaga aylanamiyo. Sizlarning ko'nglimga bo'ylanamiyo. Bo'lmaydi, bu meni yuragimda bir dard bo'lib qolmasin, lekin hasrat qilyapti deb o'ylamanglar, sizlarda iltimos. Mana shunday bayramlar har bir insonga nasib etsin. Ko'p mana shunaqa bayramlarni qilib o'taylik. Avvalambor mana hammani 7 qishloqqa men rahmatlar aytaman. Qolaversa Bo'ston xalqiga rahmatlar aytaman. Meni boshimga tushgan musibatlarni hammangiz bilasiz. 1999-yili 12-aprel kuni meni shantaj uyushtirib Bo'ston shirkatlar uyushmasida ish joyimdan ushlashib olib ketdi. Mana Xudoga shukrlar bo'lsin, 129 kun Andijonda shu qamoq jazosini olib, mana oq ekanman, pok ekanman, 129 kun deganda
viloyat sudi tomonidan meni oqlashib, menga qo'yilgan jazolarni hammasi tasdiqlanmadi deb isbot topmagandan keyin qo'yib yubordi. Mana ko'rdilaring, meni uyimga to'y qilib ham bunchalik odam yig'ilmagan. Hammadan minnatdorman. Qolaversa Bo'ston xalqidan o'sha yerga meni 3 oy davom etgan sudimga avtobuslar, 2 tadan avtobus bilan borib meni himoya qilishdi. Men o'ylaymanki, sizlar bilan doim birga bilan, Xudo xolasa bundan keyin yana doim sizlarni men himoya qilaman. To'ylar qilinglar. To'ylaringizda albatta men borib oila a'zolarim bilan, ota-onam bilan xizmatlar qilay. Butun 7 qishloqqa qolaversa Bo'ston xalqining oldida men qarzdorman. Mana shu meni bo'layotgan sud jarayonimda ayniqsa ko'proq Bo'stondan ishtirok etgan, etmaganlarga ham bularga men Allohdan uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Mana endi bugun o'rtoqlar, bugun mustaqillik kuni ekan. Shu mustaqillik kuniga men ham Andijondan yetib kelganimga Allohga shukrlar aytaman. Shu bilan birgalikda mustaqil davlatimizning mustaqilligini 8 yillik to'yida barchangizga sihat, salomatlik, omonlik tilayman. Shu bilan mana bugungi bayramimizda Jo'rayev Xoldor akam mana 60 yoshga to'libdi. Bu insonga biz uzoq umr, sihat, salomatlik, baxt, saodat tilaymiz. Xoldor akamni albatta hammamiz bilamiz. Bu inson salkam 40 yildan oshiq shofirlik qildi. Menman degan raislarni olib yurgan. Alloh rozi bo'lsin bu kishidan. O'sha o'tgan raislarning ham joyi jannatdan bo'lsin. Bolalarning baxtiga uzoq yillar, nevaralarining baxtiga umr bersin Allohdan so'rayman. Yana bir bor sizlarni men shu qo'shaloq bayramlar bilan tabriklayman. Hamisha sizlar bilan birgaman. Nima xizmatlaring bo'lsa men 24 soat tayyorman. Katta rahmat aka, Sanjoningiz sog' bo'lsin. Kultiga aka. Sizlardan aka, haqiqat igiladi-yu, lekin sinmaydi aka. Sinmaydi aka. Marhamat davraga biz Marsh akamiz bilan birgalikda birinchi brigada insonlarni taklif qilamiz. Aka, sizning boshqa kelasizlar. Aka. Va o'ylayman bugun. Bayram bugun aka. Qo'shaloq bayram aka. Marhamat. İnşallah